Assalomu alaykum. Bugungi obzorimiz shundoq hosilotli kayfiyat somsadan ko'chaning ichiga kirganimiz 3-domda. Uyimiz shu 2-etajda joylashgan, 2 xona 48 kvadrat metr 72 ming deyishyapti narxini. Ichiga ham kirib oldik. Masalan, koridor, birinchi chap qo'lli hojatxonasi remontlangan. Ikkinchi eshigimiz vanda. Patologlarni televinchalar qo'yishibdi, kafillangan. Shunday koridordan to'g'ri kirishimizda birinchi xonasi va zali. Zalida ham mebel texnika, hamma narsa sharoitlari qo'yilgan ekan. Shunday zaldan o'ng qo'lda spalnisida ham mebel texnikalari bor. Patologlarni mana bunaqa 3D qilib, natijali patolog qilishdi. Mana spalning bu tarafdan ko'rinishi, mebel texnikalar qoladi. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profilli raqamlarga aloqaga chiqavringlar. Zalimiz mana bu tarafdan ko'rinishi. Shunday bu yerdan oshxonaga kiradigan joy bor. Oshxona ham mebel texnikalari bor. Gaz, xolodilnik, kir mashinalarigacha qo'yib qo'yishgan. Mana balkonimiz bu tarafdan ko'rinishi. Kimga shunaqa uylar kerak bo'lsa, videoni tashlab qo'yinglar.